Bizni kuzatib boruvchilar ichida obunachilar ichida Gentra qidirgan bor, mana zo'rini olib kelib qo'ydik. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib boruvchilar. Sotuvimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan takoy Gentrani olib kelib qo'ydik. Bittachilarni ko'rsatib o'ting. Akamiz polni shumka. Mana kovriklarda, chexollarda 725 magnitofonlarni akvaprintlar qilib qo'ygan ekanlar. Mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, bir 30%, 40% kraskasi bor. Mashina pechat holatda. Avtomat 3-paytda Gentramiz. Mashinamizda gazlari jihozlangan, 4 ta ballonlari ham yangi holatda ekan. Bu akamiz bizga sotuvga olib keldilar. Hurmatli kuzatib boruvchilar, mana 906 pultlar bor, gap laboylari bor, aytib o'tgan hamma jihozlar mavjud. Endi buni narxi qiziq. Akamiz 7200 narx deb olib keldilar. Akamizdan iloji boricha tushirib turib, sizlar uchun taqalgan narx 6800 ga ko'ndiraldik. Endi buni mana akamiz qarang, mashinamizni turi o'ti olov. Gerplavoylar bilan ichkari tim qora turibdi. Akalarim, endi buni hujjatiga kelsak, xohlagan dokument bo'ladi. Generalni desangiz, generalni oldi sotdi desa, oldi sotdi. Endi akamda nomerlarni yozib qoldiramiz. 50lik 007 12 12 mashina ham, egalari ham, nomer ham zalatoy ekan. Endi bu videoni hech bo'lmaganda Gentra qidirib yurgan tank do'stlarga yuborib qo'ying, mashina 100 talik pechat holatda.